Assalamu alaykum, aziz qarindoshlarım. Men Mihray Rahman. Kitap o'qish munbiri avlodlar to'rbetidan sizga payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamning hayot tarihi xotirlangan sira şerin buloqni bevosita o'qib tarqityapman. Biz bugungi kunlikda o'qib Hijriyaning 7-yili yuz bergan janglar va avatilgan qo'shinlar degan mazmunga kelib to'xtagan edik. Unda bo'lsa davomlashtiraylik. Hijriyaning 7-yili yuz bergan janglar va avatilgan qo'shinlar. Zaturiqa jangi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam dushman 3 birlashma qanotidan eng kuchli va eng jahil ikki cho'ng qanot, ya'ni Quraysh mushriklari va Haybarni baz qildigan Yahudi makkorlarini talto'kis yimirib tashlagandan keyin 3-sul qanot dushmanning, ya'ni Najdi tuzaqlikida chep yurib, fursat topsila qaroqchilik, bulangchilik va o'g'irlik bilan shug'ullanayotgan qora qo'rsoq badavilarning adabini berishga atlandi. Bu badavilar ma'lum bir kentda yoki bir shaharda o'ltiraqlashmagan yoki ma'lum bir tabaligi bo'lmagan hamda ma'lum bir siyosiy kuch ularni idora qilmagan va yoki biror qal'a yoki sepilni makon tutib shu joydan chiqib harakat qilmagan bo'lg'achqa ularga zarba berish va ularning harakatini tezginlash makliklar va haybarliklarni tezginlashga qaraganda ko'p qiyinga to'xtaydi. Buning uchun faqat Iroqdan to'r silib, yaqindan qaraga elish tadbirini qo'llangandila, ondan qisman maqsadga yetishning oz-to'la ehtimoli tug'iladi. Shunga payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bularga qarata birda orqani uzun qo'yib o'tish, yana birda hujum qilib adabini berish taktikasini qo'llandi. Kuch ko'rsatib hayva qilib qo'yish uchunmi yoki ashu qaroqchilarning Madinaga hujum qilish uchun to'plashayotganlik xabari anglanganligi uchunmi? Har holda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ularga qarata bir qatimliq jazo yurish qildi. Bu harakat tarixda Zaturiqa urushi deb ataldi. Tarixchilarning ko'p qismi bu urush Hijriyaning 4-yili yuz bergan deydi. Lekin Abu Musa Ash'ari va Abu Hurayra radhiyallohu anhumalarning bu urushga qatnashganligi mazkur urushning Haybar urushidan keyin elib berilganligini ko'rsatdi. Bu urushning Hijriyaning 7-yili Rabiul Avvalda elib berilganligi ehtimolga yaqin. Urush haqidagi rivoyatlarning xulosasi shuki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam G'arfon qabilasidan Anmar, Bani Sualaba va ya'ni Muhariba oymoqlarining o'zaro til berkitib Madinaga tama ko'zini tikayotganligini anglab, musulmonlardan 400 yoki 700 kishini tashkilladi va Madinada Abu Zar radhiyallohu anhuni, yana bir aytilishicha Osman ibn Affan radhiyallohu anhuni qoldirib, ular tarafga otlandi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam jiddiy yo'l yurib, ularning diyoriga ishkirlab kirdi. Hatto Madinadan 2 kunlik yiroqlikdagi Nahli deb ataladigan bir joyga yetib bordi va u yerda G'afonlardan bir to'p kishilar bilan uchrashdi. Ammo arada urush bo'lmay, ular bilan kelishim tuzildi. Shundaqdimi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shu kunlik namozni salatul xafif, ya'ni harbiy holat namozi taraqqisida o'qidi. Sahih Buxoriyda Abu Musa Ash'ari radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan bir hadisda mundaq deyiladi. Biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan Zaturufqa urushiga chiqqan edik. Bu urushda faqat 6 kishiga bir to'yga to'g'ri kelgan edi. Bu navbat 60 minutlik. Biz navbat 60 minutlik. Shundaqdimi putlarimiz qopirib, tapallarimiz teshilib ketdi. Jumladan mening putum teshilib, go'shlarim ichilib qoldi. Hatto tirnoqlarim tushib ketdi. Hammaydan putlarga lata puta tang bo'lgan edi. Shunga bu urush raqoa, yana lata tanglik urushi deb ataldi. Mushahdi yana Jabir radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda mundaq deyiladi. Zaturiqa urushida bir Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga edik. Safar davomida dam ilishga to'g'ri kelsa, soyasi yaxshiroq daraxtni uchratsak, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga qoldirib, biz boshqa soya yoki dam ilish o'rni izlab tarab ketatdik.
Bir kuni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir to'p daraxt tubiga tushib qilichini ashu daraxtga esib qo'yib arab kelishga boshladi. Bir tup daraxt tubiga tushib qilichini ashu daraxtga esib qo'yib arab kelishga boshladi. Bizmi atrofga qarab uxlab qoldik. Shu asnoda bir mushrik kelib Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qilichini qo'liga oldi-da, shart qilib qilichini qindan sug'urib Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga tanglabdi va "Mendan qo'rqamsan?" debdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam "Yo'q, qo'rqmayman" degan ekan, u "Seni mendan kim to'sib qola oladi?" debdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam "Alloh to'sib qoladi" deb javob beribdi. Bir chaqda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizni tovlagan ovozi anglandi. Biz kelsak, uning oldida bir bidavi yukinib, bechora holatda o'ltiribdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam voqeaning jarayonini so'zlab berib mundaq dedi: "Men uxlayotgandim. To'satdan bir odam kelib, qilichimni qindan sug'argandek qildi. Uyg'onib qarasam, u beshimda qilichimni yalang'och devaylab turibdi. U mendan 'Seni kim qutqizib qola oladi?' degan edi. Men 'Alloh qutqizadi' dedim. Mana bu hozir oldimda o'ltirib, ondan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uningga boshqa gap so'z qilmadi." Yana bir rivoyatda shuning bilan namozga takbir o'qildi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam musulmonlarni ikki bo'lakka bo'lib, avval bir bo'lak bilan 2 rakat namoz o'qidi. Ular keyniga chekinib, harbiy holat o'tib edi, yana bir bo'lak keldi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ular bilanmi 2 rakat namoz o'qidi. Buning bilan namoz Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning 4 rakat, jamoatchilikning 2 rakatdan bo'lib tamomladi deyilgan. Abu Avananing rivoyat qilishicha, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yeliqi gapni qilgandan keyin u badavining qo'li titrab, qilich yerga tushib ketgan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qilichni qo'liga olib, "Endi seni mendan kim to'sib qola oladi?" deganda, u "Menga yaxshilik qilsang" deb yolvorgan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam "Shahodat aytib musulmon bo'lamsan" degan. Badavi "Men senga qarshi urush qilmaslikka va urush qilganlarga ham qom bo'lmaslikka ahd bersam" deb yolvorib turib olgan. Shuning bilan Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uni o'z yo'liga qo'yib atgan. U o'z xalqining oldiga berib, "Men eng yaxshi odamning huzuridan keldim" deb Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning yaxshi tarafini qilgan. Imom Buxoriy rahimahulloh Mustaddan uning Abi Avanadan uning Abu Bashridan naql qilgan hadisda aytilishicha, u bidavining ismi G'abras ibn Haris ekan. Ibn Hijri mushu qissada bu odamning ismi Duisur edi, u musulmon bo'lgan degan. Lekin uning gapini qaraganda, bu ikkisi ikki ishda qiladi. To'g'risi Alloh taologa ayondir. Musulmonlar mushu urushdan qaytish yo'lida mushriklar tarafdan bir ayolni asirga elib qaytgan edi. Uning eri qasam ichib, Muhammadning odamlarining qinini to'kmaydigan bo'lsam degan edi. O'ziga nazar qilib kechilab kelib musulmonlarni marab mökünüp yatatdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam musulmonlardan 2 kishini kuzatkichiga qo'yib, dushmanning ushtumtut avorchilik tug'dirishidan mudofialangan edi. Kuzatchilar Abbad ibn Bishri va Ammar ibn Yasir raziyallohu anhumalar bo'lib, Ammar raziyallohu anhu uxlayotdi. Abbad raziyallohu anhu namoz o'qiyotdi. Yeliqi kishi Abbad raziyallohu anhuga qartib o'qizdi. Abbad raziyallohu anhu namozni buzmay, u atgan o'qni tendin sug'urib etib, namozni davomlashtiraverdi. Yeliqi odam orqa-orqadan 3 tal o'qizdi. U oxiri salom berib namozni tugatdi-da, Amma raziyallohu anhuni uyg'otdi. Amma raziyallohu anhu ahvolni o'qib uningga "Subhanalloh, nimishqa meni uyg'otmaysan?" dedi. Abbad: "Men bir surni boshlagan edim, uni oxirlashtirmay turib, namozdan qaytishni ravo ko'rmadim" dedi. Shundoq, bu urushning ashu nadon qaroqchi badaviylarning dillariga vahim silib, ularni hayva bilan jimiqtirishda nihoyat zo'r ahamiyati bo'ldi. Alayli mushu urushdan keyin lashkariy harakatlarning tafsilotiga nazar solgan bo'lsak, G'atfonliq mazkur qabilalarning shundan e'tiboran g'ayri harakatda bo'lmaganligini, balki tadrijiy bosh egib, al bo'lib oxir musulmon bo'lganligini, hatto taqi ashu qabilalarning bir qanchisi Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan Makkani ishg'ol qilish jangiga qatnashganligini, Hunayn jang maydonlarida to'hfa yaratib, o'lja g'animatlarga erishganligini va ularning yurtlariga musaddiq, ya'ni sadaqa yiquvchi amaldorlar va ashir
zakot yekquchilar avatilib, ular mansub bo'lgan jamiyatning islom shariatining qayta nizom bo'yicha idora qilinganligini ko'ramiz. Mana shunday qilib, ahsob, ya'ni dushman birlashma qo'shini urushi mezgilida musulmonlarning ko'z oldida divaylab turgan dushmanning uch cho'ng qanotining uchilisini sundirib, ishi bir-birlab nihoyatda g'alabali tamomlandi. Olam tinchib, muqimlik va tinchlik hukm surdi. Shuningdan keyin musulmonlar ba'zi qabila va aymoqlar ayrim joylarda paydo bo'lgan g'ayri hodisa va yuchuqlarni hech qancha kuchmayla itib etdi. Bu urushdan keyin har qaysi allarga va atrofdagi mamlakatlarga tegish qilish uchun lashkariy hozirlik ko'rishga puxta asos saldi. Chunki davlat ichki sharoiti islom dinining va musulmonlarning manfaatiga foydali tarafga qarab yuzlangan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bu urushdan qaytib kelib, shu yili Shavvol oyiga qadar Madinada muqim turib, bir qancha qo'shinni tashkillab, zo'r bo'lgan joylarga avatdi. Tuvandikilar shuningga oid ahvollardir. Birinchisi G'olib ibn Abdullah Laysi qo'shini Hijriyaning 7-yili safar oyida Qadid degan joydagi Bani Mullavvaha qabilasiga hujum qilishga avatildi. Ya'ni Mullavvaha xalqi Bashir ibn Suvaydning hamrohlarini o'ltirayotgan edi. Shunga bu qo'shin ularning intiqomini olishga avatilgan edi. Qo'shin qadimqa yetib berib, dushmanga kechilab hujum qo'zg'ab, qarshilik ko'rsatganlarni o'ldirib, nurg'un charva, qo'l qillarni o'lja elib haydab keldi. Ularning keyindan zo'r bir turkum dushman qo'g'lab kelib, yiqilib qolganda to'satdan qattiq yomg'ir yig'ib ketib, ikki taraf o'tirisini cho'ng kalkun ayirvatida, natijada musulmonlar muvaffaqiyatli holda chekinib oldi. Ikkinchisi Hasmiy qo'shini Hijriyaning 7-yili Jamadiyul oxir oyida avatildi. Uning tafsiloti podsholarga maktub yo'llash haqidagi bayonlarda zikr qilindi. Uchinchisi Umar ibn Hattab qo'shini Hijriyaning 7-yili Shaybon oyida Turba degan joyda avatildi. Umar raziyallohu anhu 30 kishi bilan kechasi yo'l yurib, kunduzi yo'shirinib mengib, oxirida Havosiga yetib bordi. Havosin aholisi ahvolidan allaburun xabar topgan bo'lib, Umar raziyallohu anhu yetib borganda yurt mahallarini tashlab qochib ketgan edi. Shunga Umar raziyallohu anhu ularning manziliga yetib berib, bir odamni uchirtolmay Madinaga qaytib keldi. To'rtinchisi Bishr ibn Sa'd Ansari qo'shini Bishr ibn Sa'd Ansari Hijriyaning 7-yili Shaybon oyida Farak tavalligidagi Bani Murra aymiqiga tegish qilish uchun 30 odam bilan avatildi. Bu manzilga yetib berib, dushmanning nurg'un mol chorvalarini haydab mangdi. Kech kirganda dushman qo'g'lab kelib, ularni o'q tutdi, ikki taraf qattiq elishdi. Oxir Bishr raziyallohu anhu va uning hamrohlarining o'q tugab ketganlikdan Bishr raziyallohu anhudan boshqa hammasi qazo qildi. Faqat Bishr raziyallohu anhular hayot qolgan bo'lib, tasdiqda Fadakka o'zini ilib oldi va jarohati saqayganda qadar shu yerda bir yahudining uyida turib, keyin qaytib keldi. 5-si G'olib ibn Abdullah Laysi qo'shini G'olib ibn Abdullah Laysi Hijriyaning 7-yili Ramazon oyida Mayfiya degan joydagi Bani Avval va Bani Sualaba qabillarga ikkinchi bir so'zda Juhfiyining Harqat degan yerida deb izohat beribdi. Tegish qilish uchun 130 odam bilan avatildi. G'olib qo'shini nishonga yetib berib, dushmanga ushtumtut hujum qo'zg'ab, uchirganlar dushmanni o'ldirib, qo'y, qila qatorliq nurg'un charvalarni g'animat elib haydab keldi. Mushu qitimqi harakatda Usama ibn Zayd raziyallohu anhu dushman tarafdan Nahik ibn Mirdasni va uning la ilaha illalloh, ya'ni bir Allohdan boshqa iloh yo'q deb turg'iniga qaramay o'ldirib qo'ygan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam buningdan xabar topib, uning ko'krigini yerib, so'zning rost yolg'onligini aniqlab baqqanmidan deb ochiqlangan edi. 6-si Abdullah ibn Ravoha qo'shini Abdullah ibn Ravoha shu yili Shavvol oyida 30 otliq bilan Haybarga avatilgan. Sababi Asr yoki Bashir ibn Zorim degan kishi
g'arballardan astiriddan kuch kiritib musulmonlarga qarshi to'planganligini ma'lum bo'lgan edi. Qo'shin Xaybarga yetib berib, Bashirga payg'ambar sallallohu alayhi vasallam seni Xaybarga bari qilib tayinlashi mumkin deb huquq tamasiga silib, uning odamlaridan 30 kishi bilan uni Xaybardan elib chiqdi. Ular Qarqara Tunayyar degan yerga kelganda Bashir taraf gumonlanib qolganlikdan musulmonlar Bashir va uning hamrohlarini o'ldirdi. 7-si Bashir ibn Said Ansari qo'shini. Bashir ibn Said Ansari Hijriyaning 7-yili Shavvol oyida Yumni va Jubar g'arballarning yana bir so'zda Pazara va o'zra qabillarning ziminiga Madinaga hujum qilish uchun to'plangan bir to'p qaroqchilarning adabini berish uchun 30 kishi bilan abatildi. Ular kunduzi yoshirinib, kechisi yo'l yurib, nishonga yaqinlab borganda ularning harakati sezilib qolganlikdan qaroqchilar badar tikibatdi. Bashir nurg'un chorva mollarni o'lja qilib, 2 odamni asir qilib qaytib keldi. Bu 2 asir payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning oldiga kelgandan keyin musulmon bo'ldi. 8-si Abi Hadriyadil Aslami qo'shini. Bu qo'shin shu yili ma'lum bir oyda G'oya degan joyga avatildi. Vaqaning jarayoni shuki, Jasham ibn Muaviya jamoatidan bir kishi G'oba degan joyga bir turkum sayoq qochqinlardan boshlab kelib, Qays qabilasini musulmonlarga qarshi to'playotganligi ma'lum bo'ldi. Shunga payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Abu Hadra Aslamayni 2 kishi bilan u yerga avatdi. Abu Hadrat nihoyatda dona lashkariy tadbirlarni ishlatib, dushmanga qoqshatqus zarba berdi va nurg'un mol chorvalarni g'animat elib qaytib keldi. Navbatdagi mazmun Hudaybiya umrasining qazosi. İmam Hakim rahimahullah mundaq deydi. Hadis rivoyatlarining xulosasi birdek shuni ko'rsatdiki, shu yili, ya'ni Hijriyaning 7-yili Zulqaydaning kelishi bilan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam sahoba ikramlarni oldingi yilidagi haj umrasining qazosini ado qilishga buyurdi va Hudaybiya umrasiga qatnashgan har qanday odamning qilib qolmasligini topiladi. Shunga sahobalardan ta shu kamgacha jangda qazo qilganlardan boshqa hammasi otlandi. Shunga kechirsizlar. Shuningdek yana umr hajini ado qilgusi barlarmi birga chiqdi. Natijada musulmonlarning soni ayollar va bolalarni elib o'tganda 2000 ga yetdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Madinada o'z o'rniga Uvaif ibn Aba Rahim Hifari radhiyallohu anhu ni qoldirdi. Qurbonlik uchun 60 to'y elib oldi. Uningga Najiya ibn Jundub Aslami radhiyallohu anhu ni mas'ul qildi va Zulhulayfiga chiqibla umriga ihrom bog'lab labbayga aytib takbir sadosini yangritib mangdi. Musulmonlarning takbir ovozi palakni larziga solatdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Qurayshlarning ahdiga vafosizlik qilishidan ansirab qurol yarog' va jang aslihalarini to'liq elib oldi. Ya Ijib degan yerga borganda qolgan Dubulg'a, O'qiya va Qayza qatorliq jang qurollarini qoldirib, bularga Aviz ibn Havli Ansari radhiyallohu anhu ni mas'ul qilib 200 odam bilan qoldirdi. Makka kirganda odatda musofirlarning yonida elib mengishga ruxsat qilinadigan qilichni g'ilab ichida pichoq xanjarlarni qapchuqlari bilan birga elib kirdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Makka kirganda Qasvai degan to'gisiga mendi. Musulmonlar qilichlarini esib payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning atrofini yim o'rab takbir etib mangdi. Mushriklar musulmonlarning harakatini kuzatish uchun Makkaning shimolidagi Qiyon teg'iga chiqib qarab turishdi. Ular o'zaro bugun Yasrib, ya'ni Madinaning past havosida teni ojislab ketgan odamlarning tavob qilishini ko'rimiz deyishgan edi. Shunga payg'ambar sallallohu alayhi vasallam sahobalarni oldingi 3 qitimliq tavobni tiz yugurib ado qilishga 2 rukuni o'tirsida
Әллісіді меңішқі бұйырды. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламның sahabelerni tavabның hammasini tez yugurib ado qilishga buyurmasligida u umumning ahvolini nazarda tutgan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bu orqali mushriklarga o'zining kuch-quvvat va jasoratini ko'rsatib qo'ymoqchi bo'ldi. Shuningdek yana istig'for qilishga, ya'ni eng o'ng mo'risini uch qo'yib, ridoning ikki tarafini so'l mo'risidan chiqarib, ikki yoqqa tashlab mengishga buyurdi. Bu an'anaviy yusunda haj tavob qilganlikni bildiradi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Makkaga Hajun degan joyning udulidagi davondan hayvat bilan kirib keldi. Bu chaqda mushriklar yo'lning ikki qasmida qator turib haj qo'shinini kuzatib. Qo'shin to'xtamay tabiiy aytib mang'atdi. Oxir kelib Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qo'lidagi hasa bilan Baytullohning ruknini busa qildi va tavob qildi. Musulmonlarmi tavob qildi. Abdullah ibn Ravoha radhiyallohu anhu Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning oldida qilichini shimaylab mengib tuvandagi misralarni o'qiydi. Kuffarlarning kuchliklari yo'l bo'shat, yo'lni bo'shat. Yo'l bo'shat, Rasululloh dini aylar dilni shod. Qildi nozil Alloh nurni Qur'on Karim nomida. O'rnitar u dilga mash'al o'qilsa har vaqt patma-pat. Ey Rabbim, dilimda so'zingga komildir iymon. Pur hidoyat unda topdim yaxshilikni qatma-qat. Dil urarmiz boshiga haq kalom inkoriga. Ushbu yo'lda eng sharaflik haq kurash hayot mamot. Ayırlar qaqbash cho'qa iskilit ashkolidan do'stini tashlar qayosh qayg'u ichra bo'lib yot. Anas raziyallohu anhuning hadisida mundoq deyilgan. Bu chaqda Umar raziyallohu anhu ibn Ravoha Rasulullohning oldida yana bir so'zda Allohning harimida mushundaq she'r qo'shoqlarni o'qimsan deganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uni o'qishni qo'ygan. Ey Umar, bu ularga nisbatan o'q atgandan yomondir degan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam musulmonlar bilan oldingi 3 tavobni yugurib qilgan edi. Mushriklar buni ko'rib, mana tapkesili juda tibatdi degan kishilar xeyli kishilardan jasoratli turmamdi deyishdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam tavobdan fariq bo'lgandan keyin Safa va Marva o'tirsida sayi, ya'ni yugurish qildi. Saydan keyin hariya qurbonlikni Marva yinda to'xtatib, bu manhar, ya'ni qurbonlik qiladigan o'rindir. Shundaqla Makka ko'chalarining hammasi manhardir dedi va Marva yenida qurbonlik bo'g'izladi va beshini tushirdi. Musulmonlar shunda qilishdi. Ondan bir bo'lik kishilarni heliqi Yajij degan joydagi qurol yaroqlarni saqlashga avatdi. U yerlardagilarmi Makkaga kirib umr qilib oldi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Makkada 3 kun turdi. 4-kuni atiganda mushriklar Ali ibn Abu Talib radhiyallohu anhuning qishig'i kelib, bu odamga aytgan chiqib ketsin, vaqt to'shdi deyishdi. Shunga Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Makka sirtidagi Sarif degan joyga chiqib, shu yerda turdi. U Makkadan chiqib ketmoqchi bo'lib edi. Hamza radhiyallohu anhuning qizi ularga agishib, "Tag'a" deb tovlug'il turdi. Shuning bilan uni Ali radhiyallohu anhu qo'liga olgan edi. Uni talishib Jaifar, Zayd, Ali radhiyallohu anhumalar janjallashib qoldi. Shunga Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uni Jaifar radhiyallohu anhuga buyruq berdi. Chunki u qizning hamisi onasining hamshirisi deb izohat beribdi. Jaifarning nikohida edi. Mushu qitimqi umrda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Harisil Amirning qizi Maymuna radhiyallohu anhaga uylandi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Makkaga kirishdan oldida Jaifar ibn Abu Talib radhiyallohu anhuni Maymunaning qishig'iga avatib, uningga xiyrdorlik qilgan edi. Maymuna radhiyallohu anha o'zining igdorligini
Abbas raziyallohu anhuga topshirdi. Chunki uning hamshirisi Abbas raziyallohu anhuning ayoli edi. Shuning bilan Abbas raziyallohu anhu uni payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga yotliq qildi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Makkadan chiqib ketmoqchi bo'lganda Abi Rafi raziyallohu anhuni qoldirib Maymunani keyindan ilib chiqishga buyurdi va uning bilan Sarf degan joyda bir takkiga bosh qo'ydi. Bu umra qazo umrisi deb ataldi. Chunki bu oldingi yildagi Hudaybiya umrisining qazosi edi. Yana ba'zilar bu umrini kelishim umrisi deb atadi. Chunki bu oldingi yili Hudaybiyada tuzilgan kelishim ahdnomasiga asosan ado qilingan umra haj edi. Bu umra yana sulhi umrisi va qisos umrisi degan nomlar bilan ataldi. Bu umradan keyin avatilgan qo'shinlar. Birinchi Ibni Abil Avvajja qo'shini. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uni hijrining 7-yili Zulhajjada 50 odamga qo'mondon qilib, Bani Sulaymi xalqini islomga da'vat qilish uchun avatgan edi. Sulaymi xalqi sizlarning dininglarga hojatim yo'q deb bu qo'shin bilan qattiq urushdi. Bu urushda Abil Abja raziyallohu anhu yarlandi. Ulardan 2 odam asir elindi. İkincisi G'olib ibn Abdullah qo'shini. G'olib ibn Abdullah hijrining 8-yili safar ida 200 odam bilan Fadakdagi oldingi yili, ya'ni Bishri ibn Said qo'shini o'ngsizlik uchragan joyga avatildi. Qo'shin ulardan bir qancha odamni o'ldirdi va nurg'un chorvalarni g'animat olib qaytdi. Uchinchisi Zoti Atlah qo'shini. Hijrining 8-yili Rabiul avvalda Bani Quzoa xalqining musulmonlarga hujum qilish uchun qo'shin to'playotganlik xabari yetib kelgan edi. Shunga payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ularga jazo yurish qilish uchun Kayb ibn Umayr raziyallohu anhuni 15 odam bilan avatdi. Qo'shin dushman bilan uchrashib, ularni islomga da'vat qilgan edi. Ular da'vatni qabul qilmay qolmay, balki yana o'q uzib, u qo'shindagi musulmonlarni butunlay tegidek o'ldirib atdi. Faqat birli kishi o'liklar orasida hayot qoldi. 4-si Zoti irqi qo'shini. Bu qo'shin hijrining 8-yili Rabiul avvalda Bani Havazin xalqiga avatildi. Bani Havazin xalqi dushman kuchlarga izchil yordam va madad berib kelgan edi. Shunga payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Shujoi ibn Vahob Asadini 25 odam bilan ularga hujum qilishga avatdi. Qo'shin dushmanning nurg'un mol chorvalarini g'animat oldi va hech qanday qarshilik uchirmadi. Xo'sh, sevimli qarindoshlarim, bugungi o'qishlikni mushada to'xtatay. Keyingi navbatda biz muidda jingi degan mazmundan boshlab o'qishni boshlaymiz. Unda bo'lsa, diqqatinglarni davomli bizning kitob o'qish munbariga qaratqaysizlar, chunki bugun shanba, biz bir qancha qatim o'qib tarqitimiz. Ma'qul. Diqqat berganinglarga rahmat. Allohga omonat.